Yurtimiz tibbiyotning rivoji. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich janoblarilarini bizani yurtimizda tibbiyot sohasida olib borilayotgan juda ko'p izlanishlar, yutuqlar va turli xil texnologiyalar sababli juda ko'p kishilar shifo topmoqda. Yurtimizda olib borilayotgan zamonaviy davolash usullari va xalq tabobatini qo'llagan holatda yana bir kishida juda yaxshi natijalarni oldik. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Endi men yozishmamizni videoga olaman, sababi sizlarga o'xshagan bemorlarga yoki shunaqa ahvolga bo'lib qolmasligi uchun, tushib qolmasligi uchun bir motivatsiya bo'lishligi uchun. Ilm. Xo'p, bizga Qo'qondan kelgan buvaydadan bir opamiz. Yo, sizlar ko'rmayapsizlar. Surunkali virusli gepatit B'da va jigar sirozi 4-bosqichi. Ya'ni atrofik turiga o'tgan. Mana bu tomografiyasi, multispiralli kompyuter tomografiya. Qorin bo'shlig'ini to'liq tekshiruv qildik. Mana bu tekshiruvda ko'rib turibmizki, talog'i juda osilgan, jigar mana bu portalni venalari juda ham qottarib ketgan, qorin bo'shlig'idagi limfa tugunlarida kattalashish, jigarni har tomonlama, demak mana bu pastki qismi, o'rta qismi va mana bu bosh qismida hamma yog'ida demak kichrayish ko'rsatyapti. Ya'ni bo'yiga ham, eniga ham juda kichrayib ketgan va ahamiyat beradigan bo'lsak, xuddi gulkaromga o'xshab qolgan. Ya'ni shunaqa ko'rinishga kelgan. Qorin bo'shlig'ida kistalar yo'q, qorin bo'shlig'i toza. Me'da ostida shamollash, taloq venalarida kattalashish ko'rsatyapti va demak ichaklarda yel juda ko'p ekan. Hop, va undan tashqari buyraklarda shamollash ko'rsatyapti. Va mana bu vena, taloq venasi. Mana kattarib ketgan bu ham, taloqlari ham osilib qolgan. Endi bu o'zi asli kitobida plantatsiyaga tortadi, lekin oilaviy sharoitligi yaxshi emasligi uchun ular bizdan davolangani kelishdi. Juda uzoq vaqt lecheniya olishgan, juda ko'p chakkana harakat qilishmagan. Juda ko'p lecheniya olingan va juda ko'p qilingan o'sha muolajalari jigardan yaxshi so'rilib o'tmayapti va o'pkalarida bir muncha suyuqlik bor. Ko'p emas, yarim litr atrofida, 200-300 yarim litr atrofida. Oshqozonni mana bu demak qizil o'ngach 3 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bu qismida oxirgi oshqozonga ulangan qismida nima bor ekan? Varikozni расширение, ya'ni vena qon tomirlarining kengayishi bor. Qorin bo'shlig'ida ozroq suv bor ekan va ozroq demak chap buyrakda kichrayish bor. Ya'ni buyrak usti bezida kichrayish ko'rsatibdi. Limfa uzunligi kattalashgan ko'rsatyapti va qon tahlillarida demak albuminlari juda tushib ketgan. Normadan 2 barobar, 3 barobar past, ya'ni normada 38-40 bo'ladigan bo'lsa 30 ko'rsatibdi. Ayol testlarida ko'tarilishlar bor. Oqsili juda kam, normada 75 bo'lishi kerak, sizniki 60 chiqibdi. Bilirubinlar juda balon, endi aytmayman uni, mayli. Tam tushkunlikka tushib qolmang. Shu va qon peshobda ozroq aseton bor. Aseton degani amoyak. Ushdan ketib qolsa, xillasi ochiladi-yu, o'ziga kerak shunaqa narsa bor. Bu degani to'qimalar yaxshi emas degani, nobud bo'lyapti degani. Endi gapim qo'pol bo'lsa uzr, chunki men shunaqa gaplarni aytishim kerak sizga. Chunki nimaga o'sha payt aytmagan buni qilib doktor deb qolmang deb men sizga to'g'risini aytib o'tdim. Shu. Endi imkoni bormi desa, harakat qilib ko'ramiz, lekin kafolat berib olib sizga tuzatib yuboraman, yaxshi qilib yuboraman, zo'r qilib yuboraman deyman. Bor, tibbiyotda hozirgi zamonaviy tibbiyotda o'zimizning O'zbekistondagi eng ilg'or texnologiyalarni tekshirdik. Xudo xolasa eng yaxshi narsalarni yozib beraman. Lekin sizlar uchastkadagi vrach nazoratida ko'rigida bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki men Toshkentdan Buvaydaga borib kela olmayman tez-tez. Shuning uchun shunaqa kelishamiz. Agar sizlar muolajaga rozi bo'lsanglar, mayli desanglar men yozib beraman. Lekin shu oldindan aytaman, zo'r qo'raman demayman. Chunki sizdan oldingilarga shu narsani aytganman.
Hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Chunki vaziyat shundan taqozo qiladi. Siz bu holatga kelishingiz uchun kamida 7-8 yil yoki undan ham ko'p vaqt ketgan. Dekompensatsiya, ya'ni ishlamayapti. Sust. Tushirib beraymi muolajalarni? Bo'ldi, rozi bo'lsanglar, boshlaymiz.